An'anaviy ezgu tadbirga aylanib ulgurgan Tabassum hadya etamiz xalqaro fondi ishtirokidagi xayriya aksiyasi Bolalar milliy tibbiyot markazining Orolbo'yi mintaqasidagi bolalar kasalliklari bo'yicha tibbiyot klinikasida muvaffaqiyatli yakunlandi. Uning muvaffaqiyati shundaki, bir necha kun davomida 80 nafarga yaqin tug'ma tanglay va lab kemtigi, shuningdek boshqa nuqsonlari bo'lgan bolalarda yuqori texnologik plastik jarrohlik amaliyotlari bajarilib, ularga tengdoshlari kabi sog'lom va ko'rkam bo'lish imkoni tuhfa etildi. Jismoniy nuqsoni bo'lgan farzandni tarbiyalash oila uchun naqadar og'ir sinov ekanini yaxshi anglaymiz. Shu bois aksiya davomida o'tkazilgan operatsiyalardan so'ng har bir ota-onaning quvonchi va bolalarning yuzida namoyon bo'lgan samimiy tabassumni ko'rganimizda, biz shifokorlar ham ulardan kam sevinmadik. Bu biz uchun eng a'lo mukofotdir. Aksiya doirasida dunyoga mashhur plastik jarroh Hasan Bayev rahbarligida yuqori texnologik plastik jarrohlik amaliyotlarining barchasi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu esa bolalarning sog'lom kelajakka qadam qo'yganini anglatadi. Hasan Bayev nafaqat yuqori malakali mutaxassis, balki ko'p yillardan beri xayriya faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan insonparvar shifokor sifatida ham jahonda tan olingan. Uning O'zbekistonga kelib, ayniqsa Nukus shahrida shunday aksiyada ishtirok etishi katta ahamiyatga ega. Nukus mamlakatning eng olis shaharlaridan bo'lishiga qaramay, bu hududning rivojlanishiga katta e'tibor qaratilayotganini ko'rdim. Albatta, bularning barchasi prezident islohotlari samarasidir. Ishoning, men dunyo bo'ylab ko'p sayohat qilganman va bu yerda yaratilgandek sharoitlarni kamdan kam ko'rganman. E'tiborlisi, aksiya doirasida chet davlatlarda ko'p bora tajriba oshirib, kasbida pishib kelgan o'zimizning mutaxassislarimiz yurtimizga kelgan jahonning yetakchi plastik jarrohlari bilan yelkama-yelka turib, yuqori texnologik amaliyotlarni bajarishda ko'maklashishdi. Jumladan, Bolalar milliy tibbiyot markazi jarrohi Temur Rajamatov 2018-yilda o'nlab hamkasblari qatori davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Janubiy Koreyaning Pusan shahridagi nufuzli tibbiyot muassasasida 1 yil davomida malaka oshirib qaytgan. Ko'p o'tmay uni Tabassum hadya etamiz xalqaro fondi ham o'z jamoasiga taklif qildi. Natijada tajribali jarroh yetakchi shifokorlar bilan birga yurtimizda va dunyoning bir qancha shaharlarida yuqori texnologik amaliyotlarni bajargan. Bu galgi Nukus shahridagi aksiyada ham faol ishtirok etdi. Turkiyalik, belarusiyalik, rossiyalik va boshqa italiyalik hamda amerikalik shifokorlar bilan kelib operatsiyalarni amalga oshirdik. Ular klinikani ko'rib, bu yerni yaxshi jihozlanganligini va operatsion xonalarni yuqori texnologik operatsiyalarni amalga oshirish imkonini berishini ko'rib, hattoki chet ellik mutaxassislar ham hayratlanishyapti. Poytaxtdan shunchalik uzoqda joylashgan hududda davlatimiz rahbari shunaqa katta klinikani va yaratib berganliklaridan. Yurtimizda bir necha kun davom etgan Tabassum hadya etamiz xalqaro fondi ishtirokidagi xayriya aksiyasi 80 nafarga yaqin oilalarga quvonch ulashdi. Farzandining kelgusi taqdiri o'ylantirib yurgan ota-onalar qalbiga xotirjamlik baxsh etdi. Ularda minnatdorlik hissini uyg'otdi. Har qaraganimda baribir yuragim o'ksib turardi-da. Biz bu amaliyotni chetga chiqib qilib kelamiz deb reja qilib turgandik. Juda ham chiroyli, kutganimdan-da a'lo. Yaxshi amaliyotlar o'tdi. Dadamiz bilan bizdan baxtli inson yo'q. Shu uchun yana bir marta alohida prezidentimizga, barcha amaliyotga qatnashgan shifokor, hamshiralarga o'zimni alohida minnatdorligimni aytaman. Hozir 5 yosh, 2 oylik bola. Ikkinchi farzand. Hamma bolalar qatori sog'lom bo'lib, tashqi ko'rinishdan yaxshi bo'lib, nasib bo'lsin. Davlatimiz, prezidentimiz yordam beryapti. Katta rahmat prezidentimizga. Bizani qo'llab-quvvatlaganlari uchun. Aksiya faqat tibbiy yordam ko'rsatish bilan cheklanib qolmadi. Uning doirasida dunyoning yetakchi tibbiyoti rivojlangan Amerika Qo'shma Shtatlari, Italiya, Turkiya, Belarus kabi davlatlardan tashrif buyurgan professorlar yurtimizning turli hududlaridan kelgan shifokorlar uchun master-klasslar tashkil qildi. Bu esa milliy tibbiyotning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Albatta, bunday ezgu tashabbuslar nafaqat minglab bolalarni sog'lomlashtirishga xizmat qiladi, balki jamiyatda insonparvarlik va hamjihatlik tuyg'ularini yanada mustahkamlab, har bir bola yuzidagi samimiy tabassum orqali kelajakka ishonch uyg'otadi.